Menga ishonib topshirilgan imoratni qurishdan oldin albatta men ilm fanga yuzlanaman. Ya'ni imoratni qurishdan, ya'ni korobka holatini qurishdan oldin bizda joy o'rganamiz. Soha vakillari bilan, mutaxassislari bilan fikr almashgan holatda uy egasini talab va taklifida kelib chiqqan holda loyiha qilamiz. Bu loyihani tayyorlab to meni qo'limga kelgunga qadar faqat ilm fan bilan shug'ullanamiz. Joyi o'rgatiladi, secheniyalar, umuman hamma narsa imoratni korobkasini qurishdagi hamma narsa ilm fanga tayyoradi va loyiha ham ilm fanga asoslangan holda qilinadi. Lekin loyiha tayyor bo'lgandan keyin mana, ya'ni prorab qo'liga tushgandan keyin o'sha yerda men loyihani o'qiganimdan keyin ilm fan sekin chetga chiqadi, asosiy o'ringa mana, ya'ni prorabni tajribasi katta sahnaga chiqishni boshlayman. Ya'ni loyihani qo'limga olgandan keyin imoratni qanaqa qurish, betonini qanaqa quyish, armatura secheniyani tanlash va hamma narsasi o'sha meni tajribamdan kelib chiqqan holda. Ya'ni men sizlarga tushuntirib beraman. Tajribadan kelib chiqqan holda apalovga qilinadi. Bunga alohida kvant fizikasini yoki oliy matematikani o'rganish shart emas. Apalovga qanaqa qo'yiladi, qanaqa quyiladi, secheniya armaturalari, o'qta bo'lgan masofalar, o'sha bular hammasi loyihaga, ilm fanga asoslangan holda tajribaga yo'naltirilgan holatda imoratni quraman. O'shaning uchun menga topshirayotgan imoratinglarda hech qachon hayajonlanmasdan, qo'rqmasdan amalga oshiradigan qilib menga topshiringlar. Ya'ni ilm fanga tayangan holatda loyihangiz qilinadi va tajribaga suyangan holatda imoratingizni to'lig'igacha korobka holatini qurib beraman. Mana shu narsaga katta ahamiyat beringlar. Imorat qurayotganda hech qachon hech narsadan cho'chimanglar. Salomat bo'linglar.